Pifagor sonlariga doir misolni qaraymiz. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 15 va 20 ga teng ekanligi berilgan va uning gipotenuzasini topish talab qilingan. Xo'p, aytishingiz mumkin, buni oddiygina Pifagor teoremasiga qo'yib chiqarsa bo'ladi. Ya'ni 15 ni kvadratiga 20 ni kvadratini qo'shsam, o'sha c kvadratga teng deb kvadrat tenglamani yechib natijaga erishish mumkin. Ammo bu imtihonda ozgina bo'lsa ham sizni ko'proq vaqt sarflashga majbur qiladi. Biz mana shu vaqtni tejash uchun quyidagicha yo'ldan foydalanamiz. Demak, e'tibor qilamiz. Tomonlari 3, 4, 5 bo'lgan uchburchak Misr uchburchagi deyiladi va 3, 4, 5 sonlari Pifagor sonlari deyiladi. Ya'ni 3, 4, 5 sonlari Pifagor teoremasini qanoatlantiradi. 3 ni kvadratiga 4 ni kvadratini qo'shganim 5 ning kvadratiga albatta teng. Va xuddi shu Pifagor teoremasi 3, 4, 5 ga karrali sonlar uchun ham o'rinli. Ya'ni dastlabki birinchi uchburchagimizga qarasak, mana bu 15 soni 3 kara 5, ya'ni 3 ga karrali. 20 soni 4 kara 5, ya'ni 4 ga karrali bo'lsa, demak gipotenuzamiz albatta 5 ga karrali, ya'ni 5 kara 5 bo'lib 25 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Mana shunday oson usullar imtihonda sizning vaqtingizni ozgina bo'lsa ham tejaydi.